Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube chorish ishqibozlari, sizlar bilan Diyorus kanali. Bugungi sanamiz 2025-yil 8-aprel haftaning seshanba kuni aziz obunachilar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Xollanbek mol bozoridan. Ena bola sigirlari qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekran o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor. O'shani bosib qo'ysalaring. Videomiz sizlarga SMS tarzida yetib boradi. Hoji aka, buni bolasimi ekan? Nechinchi bola? Birinchi bola xonasidan. Bu rossiyskiymi? Aralashma. Asha rossiyskiga aralash ekan, zonasi. Necha litr suv bor ekan aka buni? Tayon o'ta zo'r ekan. 12 litr sutga berilyapti. Zonasida molimiz bo'yi 1.30 atrofida chiqadi. Mana. Kalalari ham. Yernlari ham o'qiyilgan, to'rt joyi. Bunga necha pul savdosi bo'ldi aka? O'z necha pul deyapsiz? 32 million so'm narx aytilyapti, 26 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, jonlashlar. Mana. Xonada bormi, yo'qmi? Yo'qmi? Ana orqa keyinlari ham. Kelajagi bor ekan. Zotga tashlaydigan akalarimiz bor. Bolasi qanchalik bo'ldi aka? Yo'q, qanchalik bo'ldi? 2,5 oylik ekan. Sonlashdi 2,5 oylik bo'lsa. Aka telefon nomeri aytsan qiziqqanlarga. Bo'ldi, bozoringizni bersin. Bolasi nima ekan aka buni? Nechinchi bola? Sonlashdi ikkinchi bola bolasi xonasidan keyin suti nechta aka buni? 10 litr sutga berilyapti mana yenilari ham. Molimiz bo'yi 1.30 plus chiqadi azizlar. Savdosi necha pul bo'ldi aka buni? Savdosi necha pul bo'ldi? Necha pul deyapsiz? 30 million so'm narx aytilayotgan, savdosi bo'lmadi. Hozir olib kirdi. Sigirimiz. Orqa yonlari ham yo'g'on ekan. Mana sonlashdi. Aka buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? 4-chi bola xonasida ekan, jonlashdi. Suti nechta ekan? 9 ta 10 litrga berilyapti mana jonlashdi. Orqa yonli o'ta yo'g'on ekan. Molimiz bo'yi 1.25 plus chiqadi. Mana. Necha kunlik bo'ldi aka bola? 3 kun. 3 kunlik bo'lsa mana. Toza shvet ekan. Kalalari. Mana jonlashdi. Yerinlari ham o'qiyalan 4 joyda. Molimiz hamma yo'g'i joyida. Yerga yaqin sut beradigan sigirlarni. Aka savdosi necha pul bo'lyapti buni? 19,5. O'z necha pul deyapsiz? 25 million so'm narx aytilayotgan, 19 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti, azizlar. Mana. Aka telefon nomeri aytamiz, qiziqqanlarga telefon nomer ayting. O bo'ladigan narsa mana. Saysan 8'li 984 984 46 yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Yaxshi narsa ekan. Ko'plar bolalar nima ekan? Cho'siniki hammi? Anonikini ovozmi? Bo'g'ozmi? Azizlar, bu ikkalasi yerimiz bolasi xonasi ekan. Bo'g'oz bo'g'oz ekan. Bu necha oylik? 7 oylik ekan. Yerlari ham o'qiydi. Suti necha litr? Orqa yo'llari ham joyida. 4-5 litr sutga berilyapti azizlar. Nechinchisiga tug'adi tursa? 3-siga necha pul qilishdi? O'zlaringiz necha pul deyapsizlar? 17,5 million so'm narx aytilayotgan, 16 million savdosi bo'lyapti azizlar. Monachi, buni nechta suti bor? 5-6 litr sutga berilyapti azizlar. Men omma yerlari o'ta chilas ekan. Molimiz bo'yi 1.25 yoshgacha chiqadi. Bu nechinchi bola? Ikkinchi bola. Qaysimi olami bolasi? Ikkinchi bolaga deyilyapti mana azizlar. Bu necha pul savdosi bo'ldi? 7 oylik. O'zlaringiz necha pul deyapsizlar?
18 million so'm, 500 ming so'm narx aytilyapti. 17 million so'm savdosi bo'lyapti, hisoblanishda mana. Buni ham nechinchi bola u? Ikkinchi bola deyilyapti, hisoblanishda mana bolasi ham. Buni nechta suti bor? 5-6 litr sutga berilyapti servisga. Mana hisoblanishda mollar dimlangan yo'q. Buni ham bo'yi 1.25 plus chiqadi mana. Buni nechta qilishdi? O'zlaringiz nechta qilyapsizlar? 20 million so'm narx aytilyapti, 18,5 million so'm savdosi bo'lyapti, hisoblanishda. Uchalasi ham yosh xo'jalik, yangi sekka chiqqan akalarimiz bor sigirlar. Mana. Schyotga to'yadi, sut beradi. Telefon nomeri aytiladimi? Ayting. 90lik 369 2226. Mana yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Diyoruz. Mana. Nechinchi bola, to'g'ri? Nechinchi bola? Bola xonasi ham 4-bola deyilyapti, hisoblanishda. Suti nechta ekan buni? 5 litr. 5 litr sut beriladi. Molimizni bo'yi 1.15 yoshgacha chiqib qoladi. Hisoblanishda. Joni kichkina, yapaloq mol. Orqa olinadi. Tomga nechta pul berishdi? 15,5. O'z nechta pul? 20 million so'm narx aytilyapti, 15 million so'm savdosi bo'lyapti, hisoblanishda. Mana istonsga so'raganlarga yerga yaqin. Nechinchi bolasi ekan, to'g'ri? Bu xonajimmi? 3-bola xonajida ekan, hisoblanishda. Qonida bormi yo'qmi aka? 6 oylik. Qonida yana 6 oylik bor ekan. Mana. Sigirimiz. Sigirimiz bo'yi 1.35 plus chiqadi, hisoblanishda. Suti nechta ekan? Sut beryapti. 12 litr sutga berilyapti. 6 oylik holatda, hisoblanishda. Ammo tayi o'ta kuchli ekan. Mana orqa keyinda. Aka, nechta savdosi bo'lyapti? Bolasini enasini 21 qilyapti, bolasini 8 so'rashyapti. Enasini o'zini 21 million so'm savdosi bo'lyapti, hisoblanishda. Bolasini nechta pul qilyapti? 8 million savdosi bo'lyapti, ya'ni bolasini. Ena bola nechta pul qildi? Bolani 29 million 30 million savdosi bo'lyapti, ena bola. Mana. Hozir ham savdosi bo'lyapti bu mol. Aka, telefon nomeri aytiladimi qiziqqanlarga? 93 178 02 05 01mi? 02 01. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Uch boshli so'raganlarga. To'g'ri, nechta pul olibdi? Bilmaysizmi? Azonashda 22 millionga baraka yo'q. Bolasini ovosmi aka buni? Bola xonasi 22 million so'mga baraka yo'q. Boshda bolasi nima ekan buni? Nechinchi bola? Ikkinchi bola bolasi xonasi. Bu necha kunlik bo'ldi bu? 19-mart kuni tug'ilgan ekan, hisoblanishda. Peshonasida qashqasi bor. Bo'ladigan narsa ekan. Suti nechta ekan, tog'a? 8 litr suv berilyapti. Yunlari ham 4 joyda ekan. Suvet so'raganlarga, toza suvet ekan. Bu Qirg'izdan o'tganmi yo Messidan? Messi Shved Qirg'izdan o'tganmi? Qirg'izdan o'tgan shvedlarni hisoblanishda. Mana orqa oliylari ham hamma yo'q joyda ekan mol. Molimiz bo'yi 1.30 plus chiqadi. Mana. Bu nechta savdosi bo'ldi, to'g'ri? O'z nechta qilyapti? 25 million so'm narx aytilyapti, 23 million savdosi bo'lyapti yana hisoblanishda. Aka, telefon nomeri aytamiz qanlarga? Bo'ldi, bozoringizda. Aka, buni bolasi nima ekan? Nechinchi bola? Hisoblanishda birinchi bola bolasi xonasidan. Bu necha kunlik bo'ldi aka bu? Bir haftalik bo'lgan yo'q. Bo'ladigan narsa ekan. Toza esdan so'raganlar hisoblanishda. Suti nechta ekan aka? 6 ta 10 litr. 10 litrga berilyapti. Yillari ham o'q bermagan. Turji. Mana hisoblanishda. Mol yo'g'onlari ham o'ta yo'g'on ekan. Molimiz bo'yi 1.35 plus chiqadi. Mana, eti ham olmas emas. Mol. Bunga nechta pul berishdi aka?
26,5. O'z necha pulda? 26,5 Yo'q, o'z necha pulda? Narx aytyapsiz. 30 million so'm narx aytilyapti. 26 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Ya'ni hisoblashda. Sigirimiz o'ma hamma yo'q joyida. Bolasi nimaga davomini? Nechinchi bola? Hisoblashda 3-bola bola xonasidan. Bu qanchalik bo'ldi? To'g'ri bu. Bir haftalik bo'ldi. Bir haftalik o'zi. Toza narsa ekan, qachib ekan. Hamma yo'q joyda. Nechta suv bor ekan taomini? 10 litr suvga berilyapti. Yerlari ham 4 joyda ekan. Oqyem. Qayrota zo'n narsa ekan. Molimiz bo'yi 1.25 kilo chiqadi. Hayvonlar ola so'raganlar ekan. Mana. Bunga necha pul savdosi bo'lyapti, to'g'ri? O'z necha pulda? 28 million so'm narx aytilyapti, 23 million so'm savdosi bo'lyapti. Mana. Yerga yaqin sut beradigan sigirlarimizda to'g'risi. To'g'ri telefon nomeri aytiradim qiziqqanlarga, telefon qilishadi yo'q bo'lmasa. 95lik 957 0281 yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar mana hisoblashda bitta xo'jalikka tushadigan sigirlarimizda. Aka buni bolasi nima ekan? Nechinchi bolasi? Birinchi bola bolasi xonasidan. Xonada bormi yo'qmi aka? Xonada yo'qmi? Nechta suti bor? 8 litr sutga berilyapti hisoblashda. Ana qora shahzoda so'raganlar. Mana. Orqa keliklari ham. Molimiz bo'yi 1.30 atrofida chiqadi hisoblashda. Ammo hamma yo'q go'zal ekan. Mana. Aka bunga necha pul berishdi? 21 kelishyapti. O'z necha pul? 25 million so'm narx aytilyapti, 21 million so'm, 22 million savdosi bo'lyapti. Hisoblashlar. Mana, bola yo'q, kelajagi bor ekan molimiz. Aka, telefon nomeri aytamiz qanlarga? Ayting. 50lik 303 50 30. Yoqqan bo'lsa telefon qilaveringlar. Bitta xo'jalik bor ekan. Yosh xo'jaligi bor. Aziz obunachilar, yana bola sigirlar qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like, ekran o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor, o'shani bosib qo'ysalaring. Videomiz sizlarga SMS tarzida etib boradi. Xayr, salomat bo'linglar.